Assalomu alaykum. Men oliy toifali shifokor, akusher-ginekolog Dilshoda Baxtiyorova bo'laman. Bugun sizlarda ayollarimizda ko'p uchrayotgan va ko'pchilik ayollarimiz e'tibor bermayotgan holat mioma haqida gapirib o'tmoqchiman. Mioma o'zi nima? Qanday paydo bo'ladi va qanday asoratlarga olib keladi? Shular haqida ma'lumot berib o'taman. Mioma qanday rivojlanadi? Mioma bir kun, bir hafta, bir oylab emas, balkim yillar davomida o'sib kattalashadi. Tug'ruqdan keyin agar sizda gormonal buzilishlar kuzatilsa, doimiy stressda bo'lsangiz, 30 yoshdan keyin kichkina mioma esa 1-2 yil davomida katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa 30-50 yosh orasidagi ayollarda mioma xavfi yuqori. Eng achinarlisi esa boshida mioma operatsiyasiz davolanadi, kech qolinsa bachadon bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Mioma o'zi bu bachadon mushak to'qimasidan rivojlanadigan sifatli o'sma hisoblanadi. Tibbiyotda miomani keltirib chiqaradigan aniq bitta sabab yo'q, lekin bunga olib keladigan bir nechta omillar bor. Birinchi omil bu gormonal omil hisoblanadi. Bunda estrogen va progesteronni miqdori oshib ketishi hisobiga mioma kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi sababi bu genetik omil, ya'ni onadan va yaqin qarindoshlaridan uchraydigan mioma kasalligi nasldan naslga o'tishi mumkin. Uchinchisi bu infeksiyalar. Ya'ni adenoksit, endotervitsit va ko'p abort bo'lgandan keyingi holatlarda kuzatilishi mumkin. Sizda mioma borligini qayerdan bilasiz? Buning eng asosiy belgisi hayz siklini buzilishi, ya'ni bir oyda 2 marta hayz ko'rish va uzoq muddat davom etishi bu miomaning asosiy belgisi hisoblanadi. Lekin ko'p holatlarda mioma hech qanday belgilarsiz kechadi. Ayollar ko'p holatlarda ginekolog tomonidan UZIga yuborilganda mioma borligi aniqlanadi. Agar sizda yuqorida ko'rsatilgan belgilar kuzatilmayotgan bo'lsa ham, ginekolog sifatida sizga har 6 oyda bir o'zingizni UZI tekshiruv apparatidan o'tishingizni tavsiya qilaman. Endi miomasi bor ayollarimiz bunga e'tibor bermasa, qanday asoratlarga olib kelishi haqida aytib o'taman. Miomani birinchi asorati bu kuchli qon ketish. Chunki hayz siklini bir oyda 2 marta ko'rish hisobiga ko'p qon yo'qotadi va anemiyaga olib keladi. Anemiyaga uchragandan so'ng bosh aylanish, holsizlik va eng xavfli holatlardan biri hushdan ketish holati kuzatiladi. Ikkinchi asorati esa bu bepushtlik. Mioma qanday qilib bepushtlikka olib keladi? Bir necha bor homiladorlik kuzatilsa ham, miomasi bor bachadon homilani rivojlanmaslikka to'sqinlik qiladi va abort holatlariga olib keladi. Uchinchisi, eng xavflisi, ya'ni miomani o'z vaqtida davolamasak, bachadonni olib tashlashga majbur bo'lamiz. Bachadonni olib tashlaganimizdan so'ng ayol organizmi ona bo'lish ne'matidan mahrum bo'ladi. To'rtinchi asorati esa bachadon miomasini yon atrofdagi a'zolarga ta'sir o'tkazishi. Agar mioma bachadonning oldi qismida joylashgan bo'lsa, bunda mioma siydik qopini to'sadi va tez-tez siyish, achishish holatlarini keltirib chiqaradi. Ko'p ayollarimiz bu holatni sistit deb o'ylashadi. Agar miomamiz bachadonning orqa tomonida joylashgan bo'lsa, ichaklarning peristaltikasiga to'sqinlik qiladi va qabziyatga olib keladi. Miomani kelib chiqishi, omillari, asoratlari haqida gaplashdik. Endi qanday qilib davolash haqida aytib o'taman. Agar miomani o'z vaqtidan o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, birdan-bir yechimi jarrohlik amaliyoti bilan davolash mumkin. Agarda miomani jarrohlik yo'ligacha olib bormoqchi bo'lmasangiz, individual ginekolog nazoratida uzoq muddatli davolanish kursini olib borishingizga to'g'ri keladi. Agar miomani davolamoqchi bo'lsangiz yoki profilaktika qilmoqchi bo'lsangiz, uy sharoitida hech qanday asoratlarsiz va oqibatlarsiz sizga davolanish yo'lini tavsiya qilaman. Bu yo'l qanaqa desangiz, sinovdan o'tgan va ginekolog sifatida sizga tavsiya qila oladigan Florena mahsuloti bilan davolanish yo'li. Bu ko'rib turganingiz hozir aytib o'tgan Florena mahsuloti. Bu mahsulotimiz ayollarimizdagi mioma holatida samarali yechim bo'lib kelmoqda. Bu mahsulotimiz ichida 15 ta applikator va 10 ta svechkadan iborat. Bu kompleks mahsulotimiz miomasi bor ayollarda miomani rivojlanib ketishiga to'sqinlik qiladi yoki bachadon miomasini paydo bo'lishini oldini oladi. Eng asosiysi miomani zararsiz davolashda yordam beradi. Agar mahsulot haqida ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz, shu video tagida maxsus havola qoldirdim. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga malakali mutaxassislarimiz bog'lanishadi. Xarid qilganingizdan so'ng esa doimiy mutaxassislar nazoratida bo'lasiz. Aziz ayollar, mioma bu kutib turadigan kasallik emas. Hozirdan harakat qiling.